Aka, o'zim kechga qoldim. Hozir yig'ishtirib olaman o'zim. O'zim yig'ishtiraman seni. Akajon, men kechga qoldim. O'zim hozir ovqat. Akajon, kirlar. Baxtiram o'tib ketyapti. Shahlo! Aka! Qatqin, kirlarni yo'q, uyni tozala. Assalomu alaykum Ergash aka. Qalaysan Shahboz? Nargiz, banan oldingmi? Ho, maymunliging qolmadi-da. Shahboz, tanishingmi? Ha, Ergash aka, ha, tanishim. Chiroyli qiz ekan, nomerini bersang, semichga tekin. Semichkaga faqat kodini aytaman, 95lik. Qolganichi? Qolganini har bitta raqamga bittadan narsa olaman. Ha, bo'pti, ol. Hey, darmayitlar. Shahboz Paskuda quyosh qaydan chiqdi? Shuncha narsaga pulni qaydan olding? Ha, qo'yaver, Nargiz haq beryapti, sindosh. Nargiz? Ha, semichkasini chaqinu, magazinni surishtirma. Bitta nomerga shuncha narsami? Yana o'zimni nomeri. Qara, Ergash aka. Alo, Allo. Nargiz, a? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gaplashmasak bo'ladimi? Men ko'rishmasa ham bo'ladi. Nima qilishim kerak uncha? Bu uchun ana kal bola boru. Ha, Shahbozmi? Ha, shuni hamma qarzlarni o'chirib tashing. Siz uchun hamma narsaga tayyorman. Keyin shu bola kirganda har doim tekinga narsalar bering. Ya, bo'pti. Nargiz, Bo'pti akam. endi hamma narsa tekin. Bir. Endi o'zimizda ish qilaylik, ish qilyapti. Sen singlingga qattiq tur. Nimaga? Kalonxonada yuribdi ekan. Kalyan, senga kim aytdi? Singlim. Seni singling nima qilyapti ayda? Shuni so'ramabman. Men ham gaplashib qo'yaman. Tekin ekanda bir blok energetika olib chiqsan-da. Energetik emas bu, tabiiy raya suvlar. O'zimizda Andijondan chiqyapti. Anorligi, nokligi bor. Rangi ham chiqmaydi. Hamma blogerlar reklama qilyaptimi shu? Ha, blogerlar deganga reklamadan soqqani bosyapti. Biz ham qilishimiz kerak. Bobur Mansurovning reklamasi 6 ming ekan. Mittiniki 7 ming ekan. Mobil Loloniki 100 dollar ekan. Reklamasi qanchaga mobil? Reklamasiga qiziqmadim. Semichka po'chog'ingni bu yoqqa tashlama, onang qator odam tozalaydi. O'zing tashlayapsan? Bu yoqda yoshroq qiz tozalaydi, ertalab ko'rdim. Endi bashat qilib beryapman deb o'zingdan ketib qolmagin. Bo'lmasa yema, choqma, suv ichma. Shu qilganingga ham hamma sirlaringni bormas yigitingga. Ergash akaga aytib beraman. Yigitingga hamishda. Men senga ovqat qilsam, qozonni qorasini o'ynab baloba. Yuv. Qiziqdi. Qiziqmayversin. Yuv tezroq. Oshxonada yeyversin. Voy kuyovim malades. Qizimni boshimda ko'tarib yuraman degandi. Hatto bu qo'lda ko'tarib yuribdi. Malades. Voy, ovqatni o'zingiz qilasizmi? Ha? Kim qilsin boshqa? Menga bergan qizingizmi? Men aytibdi, bitirishiga menga berib yuborlaymi? Tuxum qo'g'risi, suv qaynasa tagiga olib ketyapti. Joyi chiqsa tekin ber degan-ku. Ammo tekinga olganim rost. Hozir Qo'shni yaxshimisiz? Bu xotiningizga aytsangiz bo'lmaydimi? Qizim uribdi-yu. sal detskili. Unaqa emas-da, ko'zli qo'shni. Yur, bular ham katta ish qolar qizim. Hot. Men sizga raqs tayyorlab keldim. Qanaqa raqs? Romantik. Ko'rsat. А я иду, гуляю по луне. 2005, 2006, 2007 yil o'zi eriga shunaqa katta qizidek ko'rinadi. Men o'zimni choldek his qilyapman, ketdim. 2007-yil uxlab qolsam bo'lar ekan. Umid aka, turing choy tayyor. Yana 100
bo'pti, arazlama. Yana kilik yopishtirdingmi? Sakra yuribsan, to'g'ri yur. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, ishga ketdimmi? Men sizni kuzatib qo'yaman. Shart emas, o'tiruv. Yo'q, kuzatib qo'yaman. Ciao. Don, Ziki. Men o'ynamayman, bo'ldi. O'yini oxirigacha mujik bu uy ishlaridan ham o'ynaymiz. Yitqizgan idishda yuvishdan karta bosib yuboramizmi? Go jigar sus. Erkak ular. Yutkizishingni bilasan ekan. Enga o'xshab pilisos qilishda o'ynasang o'larmiding? Men ketdim. To'xta. Orqaga qayt. Qo'lingni ko'rsat. Ikkinchisini. Oyog'ingni ko'rsat. Ikkinchisini ham ko'rsat. Yo-mayo. Ha? Kiyim yarashdimi aka? Patakbash, sochingni yig'ishtirib olgin-da. Hozir suvga ivityap. Qilib yuvmasang sochingni karga olaman. Va aka uni qo'ying, labini qarang, ko'ti qizilmanga o'xshab qip-qizil bo'yab olgan, kamiga kiyib olgan kiyimini qara. Bijillatib, tarkatingga ishdan kel. Krasotkanman. Bo'yningizga taqmagan faqat oti taqqasi qopdi-ya. U ham bor aka. Qulog'ingizdagi bu eshsharvani g'ildiragimi yoki Katrina Kayf obrichimi? Ha. Shuni aytyapsizmi? Ha. Shuni aytyapman. Qulog'ingizni katta zira yirtib yuborsa nima qilasiz? Ha, yondan deshaman. Akalarim бесполезный ekan. Какой бесполезный? Подержать его! Odamga o'xshab yursang bo'lar-ku. Krassotka. Daryo qoloq shunga. Rossiyada o'zbekistonlik erkak 7-qavatdan tushib ketgan bolaning hayotini qutqarib qoldi. Akaga pul kerak, mana pul. Nima qilish kerak? Buni ma'mura qilish kerak. Dadasi! O'tiringda! O'tiringda! Dadasi Rossiyaga ketasiz. Hozir ketasiz. Borib stroyga deb ishlamaysiz. Suvarchilik ham, malyarlik ham qilmaysiz. Dvornik bo'lasiz. Tepada bolani ushlab olib, qarang milliarder bo'lib ketdi. Siz ham dvornik bo'lib, faqat yuqoriga qarang, tepaga qarang. Biror nima tushib ketsa, shartta ilib oling, xo'p, yuqoriga qarang. Dadasi. Umidim sizdan katta. Boy bo'lib ketsak, mana uylarni qaytadan remont qildiramiz. Yuqoriga. Dadasi, remont qilamiz. Yuqoriga qarang, dadasi. Ha. Tapishganni almashtiray. Ay, boy bo'lib ketsangiz o'shadan tufli olasiz. Yuqoriga dadasi. Yuqoriga qarang. Ana dadasi, nima qildi? Ildingizmi? Tushmadimi? Bugun hammi? Mayli dadasi, yuqoriga qarang. Noumid shayton. Umidimiz katta sizdan. Hammaga kulgan baxt meni yerimga kulmaydi. Bashariyamizda kuladigan bashar emasda. Ala dadasi, tushdimi? Tushmadimi? Nimaga hammaga tushgan narsa sizga tushmaydi? Yuqoriga qarang, yaxshiroq qarab yuring dadasi. Ana tushyapti. Ana. Nima ekan bu? Axlat tushibdi-ku. Hech bo'lmasa bir pishak-mishak tushsa ham mayli. Bo'pti, ertaga olib ketaman. Kiriy uyga yeb qo'ymaydi uydagilarim. Bo'pti, ertaga olib ketaman. Salom ayt. Kimga salom aytdi?
Otaginam! Assalomu alaykum, otaginam. Atamasga qilma. Assalomu alaykum, onaginam. Onajonim, voliday muhtaram, tinchmisiz? Qo'l tashab qo'ying. Yo, buni choyda iching, choyda. Peladan iching, pelaga quyib qo'ydi. To'rimiz kuyovimiz bor-da. Kuyovim ketdi-da, bitta osh qo'yaringlar, qorin mara bordimi? Xudo shukr. Aziz, qo'shni. Qalaysiz, jiyan, yaxshimisiz? Zo'r. Necha sinfda o'qiyapsiz? 3. 3. Bolalardan nechta? Hayajonlar, men bochcha. Choy achchiq bo'pti-da. Ana. Ayol sasiyaptimi, dada? Boring, yuvib keling. Uzr. To'xtang. Yuvmay, iloji bo'lsa qaynating. Kim onaynim deb. Qaynatammi? Qaynatam chaqirgan shekilli Yandeksni. Masga taqolsam bilmaydi. Qo'yag'imga kech qolyapsanmi? 2 soatdan beri kutib turibdi. Darmet kuyovimga o'xshab kech qolib kelasiz ekanda, hayday tez. Bo'ldi, amachi haydayman mana. Nima ovoz eshak so'kkanmi? Kuyovimga ham o'xshab ketyapsiz, to'g'rimi? Necha so'zini ko'proq ichib qo'yibman shekilli-da. Necha kuyovingizni ko'p gapiryapsiz, yaxshi ko'rasizmi deyman, ota? Gapirmay yaxshi qo'ying, kuyov bolani. Ko'rsam mana shu daydi tomirim qimirlaydi, ichadi, chekadi, yana kamiga qaynatasida pulogani yo'laymi-ki qo'ydi qo'ltig'i. Meni qaynatamam g'at, iflosada. Kreditni men nomga oladi-da, o'zim maza qaynab choyxona yuradi. Sen kattalar gapirgani hali yozsa, tilingni chiqaribchi. Qilib urib savala bor tilingni. Lekin meni kuyovim chiqmadi. Buni mashinani o'zi kamandagi